Hürmetli vatandaşım, bugünkü leksiyamızda başlayımız leksiyada sıdağa ediyoruz. Washington'da sözlerimiz. Bugün sözleydiğimiz leksiyalarımızda mavzusu mındak. Barğansır köp Amerika şirketleri Cungo'dan ayrılışga başladı. Çekinişke başladı. Mavzulu haber 12. ayının 8. gün Van Vitor beti ilan kılın. Haber mındak başlandı. Junjingang 12. ayının 9. günü haber. Nurgun zamanlardan beri köpleyen Amerika şirketleri Jungo'nu dünyada en zor savdo polisi var devlet dep qaraydı. Lekin o yaxşı külle emdi kelmeski ketdi. Barğansır köpleyen Amerika şirketleri Jungo'da köçmez mülkni setip etip Jungo'dan çekinişke başladı. Meydanlar yani Amerika'nın McDonald's şirketi Jungo'daki mülazimetlerini setişe başladı. 11. günü Coca-Cola Jungo'da kaçalaş mülazimetini, teknikisini bazarga elip çıkıp setişe başladı. Jungo hazır savdo qilish qiyin. Qiyindan qiyin. Yani onun üstüge yana qiyin. Bazarga aylan. Qiyin üstüge yana qiyin bir bazarga aylandı Jungo. Orne Chicago'ga joylashgan Amerika Jungo savdo uyushmasining raisi Swayam mundaq dedi. Nurg'unlagan shirkatlarning Jungo'da qiyin ahvolda qolganligini ko'rib yetdik. Jungo'da mulozimat qiladigan Amerika shirkatlarining foydasi tuvallab ketdi. Burunlam Jungo bozoriga kirgan shirkatlar endi chekinishga boshladi. Birinci ayda tekshirishga asoslanganda 4'ten bir ziyorat qilguvchilarning hammasi, ya'ni shirkatchilar, bularning hammasi Jungo'dan chekinadiganligini. Bu bir guruh shirkatlarning 38% Amerika, Kanada, Meksikaga qaytib keladiganligini bildirishdi. Sonra bularni so'rab ko'rgan vaqti chekinadiganligini, yuqorqi davlatlar Amerika, Kanada, Meksika qaytib keladiganligini Jungo'dan chekinib ko'rishdi deydi. Endikileyle Yaponiya Jungo'nun bozor egiligi o'tgan davlatlik o'rnini e'tirof qilmaganlikdan Jungo qattiq ochiqlanib javob qaytardi. Mavzuli xabar 12. ayning 9. kuni Dovitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika, Yevropa ittifoqi, Yaponiya qatorliq davlatlar Jungo'ning bozor egiligiga o'tgan davlatlik o'rnini e'tirof qilmaganlikdan Jungo Savdo Ministerligining bayonotchisi Shindan Yang 9. kuni mundaq ko'rsatdi. Dunyo savdo tashkilotiga a'zo oz sondagi davlatlar majburiyatni aynan ijro qilish masalasi bo'yicha mujmal ifoda bildirib, Jungo'ning to'kma qilib setishini tekshirish jarayonida vakolatlik davlat nomini ishlatgan ishlatishga uringan edi deb ko'rsatdi. Jungo taraf kuchlik norozi bo'ldi, qat'iy qarshi turdi deb ko'rsatdi. Dunyo savdo kelishimining 15-moddasida belgilangandek, Dunyo savdo tashkilotiga a'zo davlatlar Jungo'ning to'kma qilib setishiga qarshi vakolatlik davlat nomini ishlatganligi 12 ayning 11 kuni to'xtatish kerak edi. Shuningdek, Dunyo savdo tashkilotiga a'zo davlatlar Jungo'ning to'kma qilib setishini tekshirish jarayonida 15-modda belgilangan 3-davlat bahosi bo'yicha to'kma qilib setishning dardisini hisoblamaslik kerak edi. Halqалық paytda Yaponiya Jungo'ning bozor egiligi o'rniga o'tganlik davlat o'rnini e'tirof qilmaydiganligini jakarladi. Bu xabar 12 ayning 8 kuni Dovitor betida e'lon qilindi. Endi xabar mundaq boshlandi. Mushu ayning 11 kuni Jungo Dunyo savdo tashkilotiga a'zo bo'lib kirganiga 15 yil to'shidi. Qoida bo'yicha asli Dunyo savdo tashkilotiga a'zo bo'lib kirgan Jungo bu davlat 15 yildan keyin tabiiy holda bozor egiligiga o'tgan davlatlik o'rniga ega bo'ladi ekan. Hozir endi bu o'rinni Amerika e'tirof qilmadi, Yevropa ittifoqi e'tirof qilmadi, endi bugunlati Yaponiya e'tirof qilmadi. Hozir talash tortish, jidal majra mashina ustida ketyapti. 15 yil to'shidi. Jungo bunda xalqaro paytda tashqari dunyoning hamda Jungoning bozor egiligi o'tgan davlatlik o'rni e'tirof qilishini talab qiladi.
Lekin Yevropa İttifaqı, Amerika, endi Yaponiya e'tirof qilishni rad qildi. Ifoda bildirdi. Yaponiya Kyoto agniti 12-yangi 8-kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Yaponiya iqtisod ministerligi 8-kuni xabar tarqatib, Jungoning Dunyo sog'liq tashkilotiga o'rni masalasida Jungoni bozor egaligiga o'tgan davlatlik o'rni e'tirof qilmaslikni qaror qildi. Yaponiya endi to'kma qilib setish qarshi yuqori boj elish sanksiyasini ishga soladi. Çünkü Jungo hozirgi davlat egaligidagi shirkatlarning eshinda mahsulotlarini bartaraf qila olmadi. Yaponiya Jungoda ishlangan arzon tovarlarning Yaponiya eqib kirishidan bargan sari ansirashga boshladi. O'xshash bir siyosat bilan Yaponiya Amerika va Yevropa ittifoqi bilan birda qadam tashladi. Amerika, Yaponiya, Yevropa ittifoqi birda qadam tashlab, Jungoning bozor egaligiga o'tgan davlatlik o'rnini e'tirof qilishni rad qildi Turan apandi. To'kma qilib setishni tekshirish masalasi obyekt qilingan tovarlarning baho hisoboti xalqaro baho bo'yicha hisoblanadi. Jungoning davlat ishidagi baho bo'yicha hisoblanmaydi. Bundaq bo'lganda yuqori boj elish tizimini qulaylashtirdi. Cheklash vaqti 11-kunidan keyin Yaponiya Jungoning tovarlariga yuqori boj elishni davomlashtirdi. Bundan biron Amerika Jungoga qattiq ifoda bildirgan. Amerika Jungo bozor egaligi o'tgan davlatlik o'rnini e'tirof qilishdan vaqti pishib yetilmadi deb ko'rsatgan. Endi bu hozir Dunyo sog'liq tashkilotida Jungo va Yevropa ittifoqi, Jungo va Yaponiya, Jungo va Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasida bozor egaligi o'tgan davlatlik o'rni berish va uni e'tirof qilmaslik masalasi talash tortishga tushdi degan gap. Endi bu bozor egaligi o'tgan davlatga o'rnini berish deganlik amaliyotda Jungoning har qaysi davlatlarga elib chiqib, tovar yo'tkab chiqib, to'kma qilib setishga ruxsat qo'ydi, ruxsat qildi. Buni endi Dunyo sog'liq tashkilotining ma'muriy organlariga arz qilg'ili bo'lmaydi deganlik. Demak, bu bozor egaligiga o'tgan davlat bo'lgan bo'lsa, to'kma qilib setishga ruxsat qiladigan bir qonun bor o'xshaydi.